Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy Wofi Qanshardagi ishimizni bitirdik. Bu yerda 370 kvadrat stoyashka quydik. 80 metr bordiyor. Stoyashkaning qalinligi 10 santidan yuqori bo'lmadi. Bordiyorning balandligi 1.10 balandlikdan 50 santi balandlikgacha 70 metr bordiyorimiz 1.10 balandlikda bo'ldi. Bordiyorning eni 25 santi bo'ldi. 25-30 santi. 10 metr bordiyorimizning balandligi 50 santi bo'ldi mana. Quygan yerlarimiz. Mana bu yerdan yo'lga chiqib mana yog'ni kengaytiryapmiz mana deb. Bu yerda mana vodoprovodning uchurchugi bor. Bordiyorning to'g'riligi mana. Bu yerga 420 xalta sement ketdi. 2 chakmon, 1 kamaz shibin ketdi. 2 zil botkamin ketdi. 4 chakmon chaga ketdi. 4 chakmon chaga ketgani betonga emas. Qolganini tiyini tegisluvga ishlatdik. Aytgan razmerini keltirib to'g'rilab berdik. Stoyashkani shu aytganda aytib qo'yib berdik. Qala do'stlar, mana yuzda qolgan stoyashka bilan teng bo'lib aytgan razmerida aytgan kodini keltirib mana yanda stoyashka bilan teng bo'lsin dedi. Shu bilan tenglab qo'yib berdik. Mana so'nggisini mana. Gulatas mana o'rtada. Mana teng bo'ldi. Mana yamizda mana garaj bor. Garajam 5 santi baland bo'ldi mana darvozadan boshlab garajning ichi. Mana yog'imiz mana bu yoqqa molxonasini boradigan yer. Borgan uchun quyildi. Mana yer ham quyildi mana. Mana vodoprovodning turbasida vodoprovod ham shu yergacha tartib kelindi mana. Samaxonalarning uchun quyildi. Buni ko'rsatuvimdan sabab bu yerda ketgan xarajat, qo'laq qisi, shu mana shibin, sementi, botkamini, chagasi, klyonkasi, mana turbalar, vodoprovod turbalar, yomg'irdan suv qochadigan turbalar, hammasini mana bunday turbalar. Vodoprovod shu mana molxona bitga bordi. O'chirchigundan keyin ko'xniga bordi keyin. Mana turbalar mana hammasi shu hisobladik 64 million so'm bo'ldi. Qo'laq qisi bari. 3 dona kaladosam oldik. 80likdan, ikkovini 1 metrlikdan birini. Mana bunday turbalar da bor. Mana turbalar mana. Ya vodoprovodning turbalari, shuni qo'laq qisi montajlab ishlatgan hammasina bo'lib 64 million so'm pul ketdi. Bu yerdan mana yo'lga qarab uklon bor. Bu yerdan bu yoqqa mana bu yerdan gulatasga uklon bor.